Bog'cha yoshidagi bolalar dunyo haqidagi ilk tasavvurlari paydo bo'ladigan, atrof muhit bilan munosabatga kirishni boshlaydigan davr hisoblanadi. Avlod Kids bolalarni tarbiya qilishda eng ishonchli bog'chalardan biri. Ushbu bog'chaning esa ko'plab qulayliklari mavjud. Masalan, bog'chada nutritsiolog faoliyat yuritadi. U bolaning haftalik taomlarini mavsumga ko'ra yozib beradi. Eng ko'p meva va sabzavotlar iste'mol qilinadi. Bog'chada shakar o'rniga asal va boshqa tabiiy shirinliklardan foydalanishga o'tilgan. Bilasizmi, bu yerdagi psixologlar asosan onalar bilan shug'ullanishadi. Chunki 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning muammosi oila bilan bog'liq. Bog'chada asosan ingliz va rus tillari chuqur o'rgatiladi. Sharoit va qulayliklarni kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Xonalar qishda issiq, yozda me'yorda salqin. Har bir xona keng shinam bezaklar bilan bezatilgan. Bog'chada shuningdek logoped, karate, gimnastika, raqs mashg'ulotlari muntazam olib boriladi. Avlod Kids qadriyatlariga asoslangan bog'cha.